Qoraxoniylar 9-asrda Sharqiy Turkiston, Yettisu va Tianshanning janubiy yonbag'rida Qoraxoniylar davlati tashkil topgan. Qoraxoniylar sulolasi boshqargan ushbu davlatning barpo etilishida Qarluq, Chig'il va Yag'mo qabilalari yetakchi rol o'ynagan. Qoraxoniylar davlatining saltanat darajasidagi rivoji va taraqqiyoti 10-asrning ikkinchi yarmiga to'g'ri keladi. Abdulkarim Sotiq Bug'roxon hokimiyatni egallab, o'zini Qoraxon deb e'lon qiladi. Bug'roxondan keyin barcha xonlar ham ushbu unvon bilan ulug'langan. Mazkur davlat chegarasida islom dini keng yoyilgan. Qoraxoniylar o'z davlat chegarasini Somoniylar sulolasiga tegishli hududlar hisobiga kengaytirish siyosatini olib borishgan. Somoniylar hokimiyati bu vaqtga kelib chuqur siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy inqirozga yuz tutib zaiflashib qolgan edi. Ana shunday vaziyatda Qoraxoniylar Somoniylar poytaxti Buxoroni deyarli qarshiliksiz ishg'ol etishadi. Biroq Hasan Bug'roxon betobligi tufayli Buxoroda uzoq turmay Qashqarga qaytishda yo'lda vafot etadi. 996-yil Qoraxoniylar yana Movirunnahr sari yurish boshlaydi. G'aznaviylar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida o'rtada shartnoma tuzilib, unga ko'ra Markaziy Sirdaryo havzasi Qoraxoniylar qo'liga o'tadi. Somoniylar ixtiyorida esa Movirunnahrning markaziy qismigina qoladi. Somoniylar hokimiyati tugatilgach, 10-asr oxirlariga kelib, Qoraxoniylar davlati Amudaryoning yuqori va o'rta oqimlaridan to Yettisu, sharqda esa Dorim daryosigacha bo'lgan katta hududga egalik qiladi. Amudaryo Qoraxoniylar va G'aznaviylar davlati o'rtasidagi chegara bo'lib qoladi. Lekin ushbu ikki turkiy davlat o'rtasida ham Xuroson hududi uchun o'zaro urushlar bo'lib o'tadi. 1006 va 1008-yillarda Qoraxoniylar Xurosonga qo'shin tortib, Balx, Tuz va Nishopur shaharlarini zabt etadi. Lekin Sulton Mahmud G'aznaviy Qoraxoniylarga zarba berib, Xurosonni o'z qo'lida saqlab qoladi. 1040-yilda esa Dandanakon jangida G'aznaviylar Saljuqiylar tomonidan qaqshatkich zarbaga uchrab, o'zlarini qaytib o'nglay olmaydi. Oqibatda Qoraxoniylar davlati 1041-yilga kelib, ikkita mustaqil davlatga, sharqiy va g'arbiy qismga bo'linib ketadi. Qoraxoniylar Movirunnahrda o'z hukmronligini o'rnatgach, o'lkalarda qadimdan yashab kelayotgan o'troq va ko'chmanchi aholini mazkur yagona davlatning umumiy chegaralarida o'zaro bir-biriga yaqinlashish va aralashib borish jarayoni tezlashadi. Ularning iqtisodiy, madaniy hayoti bir-biri bilan aloqadorlikda rivojlana boradi. Tub yerli aholi ta'sirida yarim ko'chmanchi va yarim o'troqlikda yashab kelgan etnik guruhlar o'troqlashib, dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanadilar. Bu jarayonlar natijasida o'zbek xalqining etnik, huquqiy va madaniy jihatdan belgilarida umumiylik hosil bo'lib, bu davrda o'zbek xalqining xalq sifatida shakllanish jarayonining yakuniy bosqichi yuz beradi. Qoraxoniylar davlatchilik tizimi o'zidan oldin o'tgan turk xoqonligi va boshqa turkiy davlatlarning davlatchilik tajribasi va an'analariga asoslangan. Davlat tepasida odatda Qoraxon unvoni bilan ulug'langan buyuk xon o'tirgan. Xonlik taxtiga qarindoshlik odati asosida sulolaning eng yoshi ulug' kishisi o'tirgan. Qoraxoniylar davrida turli o'lkalarning birlashishi, fan va madaniyat rivojiga ham imkon berdi. Bu davrda Buxoro, Samarqand, Bolasog'un, Qashqar, O'zgan kabi shaharlar ham ma'muriy, ham madaniy markaz sifatida ahamiyati oshib, yanada kengayib, rivojlanib borgan. Buyuk Ipak yo'li asosidagi hududlararo savdo-sotiq yanada ravnaq topdi. Shu davrda bunyod etilib, hozirgacha saqlangan Raboti Malik, Masjidi Kalon, Minorai Kalon, Vobken minorasi, Jarqo'rg'on minorasi, Mag'oki Attori masjidi hamda ko'plab saroy, masjid, madrasa, minora, xonaqoh, maqbara, tim va karvonsaroy kabi inshootlar Qoraxoniylar davrida hashamatli binolar qurish san'ati yuksak darajada taraqqiy etganligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganimizda, Qoraxoniylar davlatining ikkiga bo'linishi natijasida ular o'rtasida sulolaviy kurashlarning davom etishi, yerdan foydalanishga iqto tartibotining keng yoyilishi hamda mahalliy hokimlarning kuchayishi markaziy hokimiyatni zaiflashtirib qo'yadi. Natijada 12-asrning 30-yillari oxirida Qoraxoniylar davlati sharqdan kelgan yangi istilochilar, ko'chmanchi qora xitoylar hujumiga duchor bo'lib, parchalanib ketdi. 13-asr boshida Qoraxoniylar sulola sifatida rasman barham topadi.